take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda bemor shifokorga qarata aynan mana shu usulni uloqtirgan aks etgan video tarqaldi. Voqea aynan mana shu xonada ro'y bergan. Aniqlik kiritilishicha, voqea joriy yilning 6-noyabr kuni sodir bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, 2001-yilda tug'ilgan fuqaro sog'lig'i yomonlashganligi sababli akasi va onasi bilan Yunusobod tumanidagi 7-sonli shahar klinik shifoxonasiga murojaat qilgan. Internet tarqalgan videoda ko'rish mumkinki, xonada shifokor va bemor o'rtasida kelishmovchilik yuzaga keladi. Natijada bemor aynan mana shu stulni shifokorga qarata uloqtiradi. Bemorni qabul qilgan shifokor fuqaroning kasalligi yuqumli kasalliklar turkumiga kirishligini va u Respublika yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish institutiga murojaat qilishi kerakligini tushuntirgan. Shu vaqtda fuqarolar o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelgan. Bemor yigit esa xonada bo'lgan stulni tepib shifokorga qarata uloqtirgan. Xonada bo'lgan janjal esa aynan mana shu kuzatuv kamerasiga tushib qolgan. Biz o'rganishlarimiz davomida videodagi shifokorni ham, unga stul uloqtirgan fuqaroni ham topa olmadik. Shifoxona ular haqidagi ma'lumotlarni bizga taqdim etmadi. Shifokorning hamkasbi bilan suhbatlashganimizda shifokor ayol ayni vaqtda davolanishda ekanligini kadr ortida bizga ma'lum qildi. Mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi, ya'ni bezorilik alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Stulni avval o'zingga ot, og'rimasa birovga. Asabingiz buzilgan vaqt alamingizni shifokordan olmasdan jahlingizni jilovlab yuring. Chunki hech bir shifokor bemorga yomonlikni ravo ko'rmaydi.